Onangizni sochidagi birinchi oqni ko'rganingizda qanaqa hissiyot bo'lgan, ha? Mana bu yerdan boshlanadi, bilasizlar-a? Mana ikkita mana shu yerdan ro'mollarning tagidan ozmoz ko'rinib qoladi. Shu onamda hech bolam buni kiygim kelyapti, olib kelib ber magazindan. Buni kiygim kelyapti deganlarni eslolmayman. Lekin kiygisi kelgan. Yigisi ham kelgan. Aytmaganda bizga. Aytmagan. O'sha pullarni ozmoz yig'ib bir chet ellarga sayohatga chiqib kelsa bo'lardi. O'ziga ishlatsa bo'lardi, o'zini kam ko'stiga, kiyimlariga. No, bolamga. Sochlaridagi oqlarga ham biz sababchi-da endi. Mana shu biz. Onamga qattiq gapirdim. Dilini, ko'nglini og'ritdim deydi. Onam bo'lsa ertalab menga nonushta tayyorlab qo'ygan ekan deydi bir mashoyiq. Mehrda shunda his qildim deydi. Lekin meni onam yomon urardi lekin. Mana onam bunaqasi ursa bo'ldi, shapatdan qutuldim degan joyimda qo'limni sirti bilan kelib tegardi-da. Kalla bir o'chib yonardi. Endi katta bo'lib qoldik-da. Hozir urmaydi endi. Lekin hozir ham bir urib turing ona. Sog'indim urishlaringizni. Kap-katta demang. Kulamiz hozir ursangiz. deb qo'yamiz. Do'stlar. Hozir zamon qiyinlashib ketgan ona. Hamma shustri bo'lyapti, hamma puxta, o'zini qadriga yetyapti. Siz ham shunday qiling ona. Qachongacha sodda bo'lib yurasiz. Qila olmaysizmi bunday? Nimaga? Onasizda chunki. Mayli onam, baxtimizga sog' bo'ling doim. Rahmat sizga. Shunaqa soddasiz baribir. Rahmat.